Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kichik ofislar hamda uyda foydalangani, internet, kino bemalol ko'rgani, hamma zapchasini yangi qo'ygan holatda kompyuter yig'amiz. Narxlari hamyonbop bo'ladi. Videoni oxirida bilishingiz mumkin. Qani unda boshladik. Ushbu kompyuterimizni Avatech brendidan mini keska yig'amiz. Tezligi bo'lsa 8 GB DDR3 bilan jihozlanadi. Xo'p, SSD ga keladigan bo'lsak, doimiy xotirani 256 GB SATA SSD bo'ladi. Platamiz Biostar brendidan, toshlari o'zida quyma G3160 quad-core protsessor bilan jihozlangan bo'ladi. Buni hozir Avatech кейsimizga yig'amiz. Protsessorimiz tayyor holatga keldi. Yon qopqoqlarini yopib, bemalol mijozga taqdim etishimiz mumkin. Ushbu kompyuterimiz ofis ishlari uchun mo'ljallangan. Narxi esa atiga $99 tashkil etadi. Bemalol Hilal Tech'ga murojaat qilishingiz mumkin.